Hammaga assalomu alaykum. Bugungi videom Trading Pocket Option Broker orqali savdo qilaman. Va menda bitta strategiya bor, hozirda test jarayonida. Endi kimdirlar aytishi mumkin, bu qimorga yaqin deb. Lekin bu bozor. Bozor qimor emas. Bozor 100% qimor emas, chunki Forexda ham shu bozor bor, yo'nalishi nima desam bo'ladi. Savdo yo'nalishi xuddi ana shu sham bozorning ochilishi yopilishi. Faqat bu yerda vaqtda pul tikiladi. 1 minutlik, 30 sekundlik, 1 soatlik, 15 minutlik и так дальше. Kimga qiziq bo'lsa kommentariyaga plyus qoldiringlar. Strategiya bepul o'rgataman. Faqat hozir test jarayonida. Kimga ma'qul bo'lsa kommentariyaga plyus yozib qoldiring. Va o'zim aloqaga chiqib yozib o'rgataman.